Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Bugungi sanamiz bu 10, 10-chi emas, 9-chi sanani 9-iyulini ko'rib chiqamiz. Debrief qilib, debrief bu kunni yakunini yasaymiz. Qanaqa pozitsiya olsak bo'lardi, o'sha qanaqa qilib analiz qilish kerak edi, qanaqa qilib qilinmadi. Bugun men pozitsiya olganim yo'q. Chunki menga vaqtim ham bo'lgani yo'q, tushunarli pozitsiya ham bo'lgani yo'q. Lekin GPP USDdan olmoqchi edim. Xo'sh, bizda ko'rishimiz mumkin, mana bu yerdagi low olingandan keyin bizdagi hosil bo'lgan mana bu candle, mana bu yerga o'tamiz, Euro USD ga o'tsak, mana bu candlega teng bo'lar ekan. Bugungi kunni daily biosi, значит, bu yerdan ketgan. Bizning основной targetimiz bu mana bu liquidность. То есть mana bu range'da high. Mana bu esa bu range'da low edi. Endi mana bu yerda range low yaratildi. Endi high yaratilishi kerak. Uzr. Mana bu yerda high yaratilishi kerak. Low yaratildi, endi high yaratilishini kutamiz. Xo'sh, daily'ni ko'rib chiqdik. Daily'da ko'rishimiz mumkin bizda yopilgan, ham bizning narrativimiz mana bu yerdagi equal high'lar. Mana shu yerda equal high'lar joylashgan bo'lib, shularni ko'zlab men tepaga chiqib ketadi deb o'ylayman. 4 soatlikka o'tdim. Xo'sh, 4 soatlikda biz ko'rishimiz mumkin, javob bermagan FV ga qolib ketgan. Mana bu yechilgan, okey, range low, range high yechilgan. Endi bizga mana bu imbalance sifatida ishlab beradi. Bu MB H4 da imbalance ko'rdim. Va ko'rishimiz mumkin 5:00 dagi secha, to есть New York, London, to есть mana London bizga полностью kelib, mana shu ichki likvidностimizni yechib beryapti. Xo'sh, undan keyin biz ko'ryapmiz, H4 ga kirgandan keyin M15 ga olib o'tamiz. M15 da bizda ko'rishimiz mumkin, range da high bilan, mana shu M15 o'zini ichida ko'rsak, range da high bilan ko'rishimiz mumkin, range da low bor. Bizda qanaqa bo'ladi desak, bizda mana bu yerda bitta SMT berildi Euro USD bilan. Undan keyin mana bu joyda bitta SMT berildi Euro USD bilan. Shundan keyin men bildimki, M5 ga o'tilganda bizda M5 da yechgan, to есть liquidность yechgan IFV ga bor edi. Shu IFV dan yaqin liquidностьga yoki mana bu range high gacha ishlashimiz mumkin edi, lekin ko'rishimiz mumkin, hali ketayotgani yo'q. Asta-sekinlik bilan chiqib ketmoqdamiz. Вот shunaqa. Bugungi GPP USD dan shunaqaroq narsa olsak bo'ladi degan ma'noda edim. Xo'sh, NQ ga o'tadigan bo'lsak, NQ da men boshida ozgina tushunmadim. Ozgina emas, normalni ham tushunmadim. Bizda range da high bor edi. Range da low olingandan keyin range da high ga ataka bo'layotdi. Range da low olingandan keyin range da high ga ataka bo'layotdi. Ham bu joyda ko'rishimiz mumkin, M15 ga o'tsak, bizda OC shunaqa qilib olib, mana bu yerda low risk chiqib ketib, redistribution va oxirgi oyoqlardan qolgandi. Shunaqa qilib ishlamoqchi edim, lekin nima desam bo'ladi, ozgina tushunmay qoldim, to есть qaramay qoldim desam ham bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizda 4 soatlikdamidi yo H1 damidi. H1 da bizda ko'rishimiz mumkin, bitta FV ga qolib ketgan, ham bu yerda javob berilgan ekan. Javob berilgan bo'lsa ham bitta order block qolib ketgandi va ko'rishimiz mumkin, bizda 10:00 reverse manipulyatsiya yasadi, to есть 9:30 10:15 ekan o'zi. 10:15 bizda manipulyatsiya yasadi va M1 ga o'tsam, menda yaqqol misol ko'rindiki,
qaysi qanaqa yaqqol misol bizada mana bu likvidность bor. I pastda H1 FVGimiz bor. Bu bizada likvidность sifatida yechildi deymiz. Mana bu H1 ga o'tamizda. Xo'sh, yechildi deb mana bu yerdagi foyda olamiz. Xo'sh, u foyda olganimizdan keyin M1 ga o'tib olay. Uzr, vaqtlantirdim. Poyga o'tganimizdan keyin, poy yechilgandan keyin biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda bizada nima bo'lyapti? 1 2 ikkita shamcha mana bu shamchalarni yeb qo'yapti. Bu yerda engulf bo'lyapti. Eng qizig'i manimcha ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda 932 buni ham qo'shaylik. Xo'sh, mana bu yechyapti, ko'rishingiz mumkin. Bu yecholmayapti. Значит, bizda nima bo'lyapti? Mana bu joyda men SMT ko'rdim. U yecholyapti, bu yecholmayapti. SMT 1. Bizadagi, to есть original consolidation. Mana bu bizaga CIC deymiz, low risk vazifasida o'chab beradi. Low risk ko'rishimiz mumkin, tushib ketyapti. Undan keyin mana bu joydagi likvidность bizaga to есть distribution holatini beryapti. Mana bu yerdagi likvidность, xo'sh, mana bu esa oxirgi redistribution holatini berayotgan joy. Ko'rishimiz mumkin, mana bu joydan low risk oldi. Low risk tepaga chiqildi bizadagi mana bu yerda ko'ramiz hozir. Buni qo'shamiz, buni qo'shamiz. Mana bu joy ekan. Bu yerda esa bu joy. To есть mana bu joy. Mana bu joy. Bu yerda mana bu joy. Ko'rishimiz mumkin, mana bu joyda SMT beryapti. Bu значит qaysi fazamiz bo'ladi? Конечно же bu likvidность ololmayapti. Mana bu yerda ham 130 bilan SMT, ham S&P 500 bilan SMT ko'rishimiz mumkin. Undan keyin mana bu likvidность yechishga harakat qilgan IFVga ushlab qo'yapti. Undan keyin yuqoriga chiqib ketyapti va bizda ko'rishimiz mumkin, tepadagi ikkinchi oyog'imizda likvidностьni yechib beryapti. Tepaga chiqqandan keyin oxirgi bizdagi откат joy mana bu joy hisoblanyapti va bu joyda biz ham 130 bilan ham S&P dan 2 karra nima desam bo'ladi? SSMT, to есть two stage SMT berilgan. Mana bu joyda bizda uzrman bu ekan. Yaxshi ko'rinmay qolgan ekan. Mana bu joyni shunday belgilab qo'yay. Ko'rishimiz mumkin, reaksiyasini bergan va undan keyin oxirgi движениyaga bizdagi mana bu osiga nima desam bo'ladi? Agressiv tarzda displacementlar qoldirgan tarzda chiqib ketilgan. Bu bugungi kunni полностью overview how yuzdagi o'tmayman, chunki menga yoqmaydi trade qilish. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Proxen.